Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana 1 oy oldin hurmatli professor Inoyatov Amrashudovich boshchiligida o'tkazilgan amaliyotimizni ko'rishingiz mumkin. 1 oylik natija. Bemorimiz 53 yoshdalar. Mana bemorimizda ko'rishingiz mumkin, ikkita qo'shni lateral sohasini chiroyli qilib ko'tarib berganmiz. Tashqi burchagini ko'tarib berganmiz. Ortiqcha izbitikni yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Mana natijani yonoq dugalarni, yonoq ravoqlarni chiroyli qilib shakllantirib bartaraf qilib berganmiz. Brilliya, lunch sohalarini yon tomonga tortib, chiroyli qilib zo'r qilib berganmiz. Dan osti liposaksiya podborodok qilingan, keyin platizma plastika. Dan ostini ikkita lateral sohasini chiroyli qilib platizma plastika qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, sheyani juda ham ajoyib shakllanganini. Ko'p opa-singillarimiz savol berishadi, kesma joyi qanchalik darajada qoladi yoki ketadi. Kesma joyini ko'rsataman aziz obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin, 1 oylik natija. Umuman izlari yo'qolib ketgan, juda ham ajoyib, zo'r bo'lgan ko'rishingiz mumkin. Kozilokni anatomik shaklini saqlagan holatda chiroyli qilib berganmiz. Manzur opa, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Rahmat. 1 oylik natija sizga yoqdimi? Albatta yoqdi. Assalomu alaykum aziz Renesans klinikasining kuzatuvchilari. Avvalambor professor Amrashudovga, Zafuja Anvarovichga, anesteziologimiz, hamshiralar hammalari sog' bo'lishsin. Juda katta rahmat, juda ham minnatdorman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Aziz obunachilar, albatta yana 2 oylik natija, 3 oylik natijani ham qo'yib boramiz. Albatta reaksiya qoldiring, kommentariy qoldiring. Hammaga rahmat.